Hammaga assalomu alaykum. Listda yozib ovora bo'linglar. Shaxsiy savollarga atvet bermayman. Ya'ni o'zim haqimda ma'lumot bermayman. Birga bir o'ynamoqchi bo'lsanglar yozinglar. Druziya tashinglar, obuna bo'linglar. Albatta o'ynayman. Bugungi lobbimiz ham 3 ta lobbi bo'ldi. 3 kishi bilan o'ynadik. Shunda hozir ikkitasini joylayapman. O'yin juda yaxshi ketdi. Yaxshi o'ynadik. Lekin men bu ikkinchi o'yindagi ishtirokchi sal asabimni buzib qo'ydi. Неожиданный holat bo'lib qoldi. Kutmagandim. Menda kutmagan paytda bo'lib qoldi. Bo'lmasa bunaqa qo'yib bermasdim mana shunaqa holatga. Kutmagan insondan kutilmagan narsa deydimi, shunaqa bo'ldi. Hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun. O'yin ajoyib bo'ldi. Kechda lobbilarimiz bo'ladi, yukseli lobbilarimiz bo'ladi. Kanalimizga kirib a'zo bo'lib qo'ying. Telegram ssilkasi profil ustida bor.